sahralık bir Arapning sakratga tushib ketdi-da. 3 tane balasi bor ekan, uni birinchi balasini aytdi Abdullah, ikkinchi balasini aytdi Abdullah, uchinchi balasini aytdi Abdullah ekan. Sakratga tushib ulab qolgan chaqda ballarmi bormi, xudnim bor turib Abdullah yeris, Abdullah yeris, Abdullah la yeris debdi. Yani Abdullah miras aldı, Abdullah miras aldı, Abdullah miras almaydı degan. O xotun "Ay, to'xtasini qosi Abdullah" deb bo'g'ib nafas uzibdi, ulab ketibdi. O, ishta qanday qilamiz, ballarim qanday qilamiz endi qosini olmaysan deb ballarim qozi qishqi beringlar debdi. Qozi shaharda ekan, o bir yezida ko'yda ekan. Qozi qishqi beringlar degan ma'qulimiz qoziga berib angtaylab 3 bola yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqib bir yerga ketib qolsa, bir adam tugam yetib ketib, tugamni ko'rdanimi o debdi-da, yo'qdi, tugamni to'xtatdi. Deb bo'lib, "Ha, to'xtab turing. Tugimizningki aliqan, yikuzi amomida desa, "Ha, debdi. Ig'rayaqmi dedi? "Ha, ig'rayaqdi" debdi. "Oq quruqi kesikmi dedi? "Ha, deb ko'mdik" degan. "Hay, o'g'irlar, sen hammani ko'rib turib, hammani ko'rib, bilib turib, endi ko'midak deysa, qoziga olib bermayman seni" degan. "Yo, biz ko'miganligimiz rost. Ko'midak biz" degan. "Ko'misan qanday deb beralaysan? Qanday gap endi bu? Qoziga olib bermaydi. Biz bu qoziga ishqi boratdik zaten, boraylikman" deb beribdi. Qoziga ishqi borgan ekan, qoziga ishqi berib, "Avla, ma bir dadin deb bo'g'ichi, dilli kaga adam, ma o'g'irlar meniki, tugamni o'g'lab ketibdi, yet ketdimi, setib o'tdim, nima qildi? Ammo o'z ayni deb berdi tugamni bilishni. Ammo men ko'midam deb turib oldi" degan ekan. "Qozi, siz ko'midammi, rost ko'midoq degan qanday bildinglar mesela" degan ekan. O balla şu naydi bak halal yuguzib ata-onasi bak kichik bo'lgan, bak aqlli bo'lgan, halaldan ayda nima qilsam da, ayda jiq qisilib bo'lib to'g'riman. Shuning bilan beshi debdi bu tuga o'tlab ekan, hadi nimasini ko'rdik biz. Uning izini ko'rdik. Ammo o nima o'ng tarafiga bunda yetib, shu bunda o'ng tarafida besilib ketganga qarab Qusqa eg'raya o'xshaydi, qusqni balasi ekan dedik. An o'tni bitiribdi yapti. Bunda endi bitiribdi yapti, ikki ko'mayotgan edi. Am buning quyruqi deganda uzunroq bo'lsa bunda chippangishib turdi. Ammo quyruqi aşağı sanjilib ketdi, hadidek bunda. Sanjilib turdi. Anda quyruqi kesibgan dedi, deganda balning qatorasi. Tamam, bu balla o'g'ri emas ekan, ketma deb ketkizibdi. Ketkizib qozi bu aqlli balla ekan, bu balning bir sinab boqayli deb mehmon hozir endi kechilib qoldi balla. Sizlarni ma saroyda mehmon qilib olaylik. Ati so'raylik sizlardan. Maqdab saroyga kirib qolib, shuningdek ular tamoqqa ketdi. Tamoqqa ketdi, ayliqdi non pishirgan non bilan go'sht qo'rib ekibdi. Akagan bismida qarab, "Ha, men nonni 9 oylik eg'roy xotin yetibdi nonni" debdi. O bisi turib, "Ma go'sht, itning go'shti ma o. Qo'yning ya halol go'sht emas ma" debdi. Üçüncüsü turib, "Ma padişahning dadasi o'zining emas ekan yana. Shayliq da'vatimizda ayliq set gapdi. O'zining dadasining balasi emas ekan, ma padişahning" deb. Degan ekan, shuni padişah adam qopqat ekan qanday uni. Deb kutabdi, endi ayati davosini so'raydi deb qozini qishdi keldi. Padişah dedim, "Qozi rost, qozining oldiga keldi." Kelgandan qozi, "Ha, sizlar tunigan bunda deyishdinglar. Nonni aş eg'roya yekibdi dedinglar. Uni qanday bildinglar" degan ekan. Bu nonninki bir tarafi ham qepti. Tonurlar bizning tonurga o'xshamayotgan, hamda bundaqlikqa egilib turib bundaq yilqitgan ishganda, qo'sqa eg'roya bo'lgandan tarafini nonni cho'ryanmay, bir taraf kichkina ham qilib boshqa pishibdi, shunga eg'roya ayol yaqqandan keyin dedik degan ekan, surishtirdinglar degan ras eg'roya yekibdan. Endi men go'shtni bu halol emas debsin, buni nereden bildinglar degan ekan. Normalda ama yirtqushlarniki, ishtiqa o'xshash yirtqushlarning go'shtlari dastlabda nima? Sunak, uningki may, uningki go'sht bo'ldi. Ammo biz yetgan ma qo'y, kala, echki malninki sunak, uningki go'sht, uningki yeg'i. Tüpüstü bo'ldi, tirvili arıstı bo'ldi. Mava andaqa emas ekan deydigan. Degandagi surishti qilganda oshpazni nima qilib rostingni degan nima qilgan bu desa, degan qo'y vaqtga odamni bak kashqibda uyda meyaga mehmon kelib qoldi, mehmonga tamoq qilgan deb qarasa bidan ishtikga gachchiday qo'yib ishni o'ltiriblar aka go'shtni qitdi degan ekan. Tamam, onun uchinchi savol endi siz meni bizning dadasi emas dedinglar, qanday bildinglar degan ekan. Bizning musulmonning, arabning qimmat qarashida, axloqida
bir mehmonni o'zi boshlab qolib josus qilib qo'ymaydi. Sizniki esa qiningiz buzuq. Shuni josus qilib qo'ygan shadim bildik ekan. Degandan keyin bu Turkiyada bu nima degan gap? Siz dadangiz o'zingizning emas bo'lishi mumkin degan. Ben anamdan so'rab kelay deb ketibdi o qaziyani. Anasidan berib so'rab, "Ana, men rostini demisangiz, hech qat'iy bo'lmaydi. Rostini deysiz" deb so'radi. "Balam, dadangiz safarga ketibdi. O'g'il tug'masang seni qo'yib berman" deb qo'rqitdi meni. Shunga dadangiz katta bo'lgach men tug'dim, qiz tuqqandim, bizning o'g'liga almashtirib olgan sizni. Ahvol shu. Degandan keyin kelib, "Ha, tamam shundoq ekan" degan. Deb endi sizning da'voyingizni so'ray. Deb kelib, "Ha, Abdullah, xotinni nonni ig'raya xotinni yiqitdi degan Abdullah miras oldi. Ma go'shtni itning go'shti ekan degan miras Abdullah miras oldi. Ma o podshoh bizniki ya nima? Qozi bizniki dadasining bolasini ekan degan miras olmaydi degan oldi. Ha, podshoh meni ashunda deganligim uchun miras olmaydi deb meni mahrum qilamlar. Adolat bo'lmadi bu degan. Sen anangni berib so'rab kelman. Sen anangning dadangning bolasi emassan. Deyotganda degandan keyin shuning bilan u yo chaqchaq qilatamdi, men so'rab kelganman. Men so'rab keldim deb ma'qulab berib o anasga rostingizni dangmaydi ish chataq, nim bo'lsa siz rostingizdan. Men dadamning bolasi emasmi degan. Ay balam siz dadangizning bolasi biz bir cho'ng qildik. Biz sizni bir boshqa bolalarni ayirdik. Men yo'q ayirmadingiz. Ammo qozi so'radi rostinidan deganki, balam bir kun dadangiz meshga chiqibdi. Meshdan yenib sizni ko'tarib akiribdi, bizni tug'ib tashib etibdi. Shundan keyin biz beqib o'zimizning bolalarni qatori beqib siz bir qatlam o'gaylikmi qilmadik, dafmi samidik, o'zimizning bolalarga o'xshaydi deb boqdik. Ammo dadangizning bolasi emassiz dedim. Berib shundan qozining qishqa berib rasululloh ekan deb kirib qaynodan deb tamam, endi siz meningki dadamning bolasi emasligini qanday bildingiz qozoqini degandim. Sendek haramdan bo'lganda mendek haramdan bo'lgan bildi deb. Shuni o'tyapti. Arablarning orasida bak mashhur nima, endi bir qissam bu. Shu balni naati bak pokiza, bak halal yurgizib baqsa, ballar shuni bilamiz shuni. Shunga biz nimada burun Qur'on yodlangan madrasada o'qigan chaqda savoqni o'qib beramasak, tasavvurni selvetib, Navoiyni nima sen deydi. Nimishqa talonni yedingmi? Nimishqa aql bulg'unib ketdi deb. Shunda demak, qanchalik halol yesa, shunchalik aqlli bo'lgan ballar. Qanchalik halol, qanchalik pokiza yesa, shu bilikni asidan yiroq turib aylangan. Endi o arab ayna cho'ng qitgan o balani, ashunda aqlli, ayna zirak cho'ng qitganda. Ayna bir qissa endi bo'lganmi, bo'lmaganmi endi